Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilshodbek aka, omonmisiz? Sog' salomatmisiz? Rahmat. Biz sizni ayni damda Yaqinimga tabrik kanalidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilyapmiz. Muborak ayyomingiz qutlug' bo'lsin. Ilohim yurtimiz baxtiga, oilangiz baxtiga va sizni qadrlagan jamiki aziz insonlaringiz baxtiga sog'-omon yurishingiz tilakdoshimiz. Azizsiz albatta. Siz uchun ajoyib tilaklar qoldirgan aziz va yaqin, mehribon insonlaringiz bor. Ularni tabriklarini o'qib eshittirsam rozimisiz? Mayli. Yashang. Siz bilan jonli efirda jonli suhbatni olib borayotgan Kamina boshlovchi Niloya bo'laman. Ajoyib tilaklarni qabul qilib olasiz. Dilda shirin tilaklarimni siz tomonga yo'llayman bugun. Bugun qutlar samimiy bo'lib, chin yurakdan bilsangiz har kim. Dunyodagi barcha tilaklar bo'lsin deyman hamisha hamroh. Yaqinlarning duolari bor, panohida asrasin Alloh. Yoshingizga yoshlar qo'shilib, 80, 90, 100 yoshga to'ling. Tilagim shu ikki dunyoda Alloh suygan bandasi bo'ling. Eng samimiy tilaklar izlab, necha so'zdan qarz oldim bugun. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Tabriklayman yurakdan bir ton. Assalomu alaykum biz uchun aziz va qadrli o'g'lim. O'g'lim desam mubolag'a bo'lmaydi. Bugun sizning hayotingizdagi eng go'zal, eng unutilmas kunlardan biri. Tug'ilgan kuningiz. Sizni ushbu ayyom bilan chin dildan muborakbod etamiz. Siz nafaqat oila uchun tayanch va suyanch bo'la oldingiz, balki mehringiz, sabringiz va mas'uliyatingiz bilan barchamizga hurmatli inson bo'ldingiz. Hayotingiz doimo baxt va omadga to'la bo'lsin. Yuzingizdan tabassumingiz, qalbingizdan esa quvonchingiz hech qachon arimasin. Alloh umr yo'llaringizni yorqin, rizqingizni mo'l, salomatligingizni mustahkam qilsin. Har bir tong sizga yangi umid, yangi baxt olib kelsin. Orzu niyatlaringizga barchasiga Allohim noz yetkazsin. Sizga sog'lik, baxt va oilaviy totuvlik va doimiy kulgu tilayman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya ajoyib tilaklarini yakunlaganlar. Dilshod aka, arziysiz, ushbu ajoyib tabrikni sizga kim yo'llayotganini qalban his qildingiz, to'g'rimi? His qildim. Albatta, sizni mehribon qaynotangiz hamda qaynonangiz ushbu ajoyib tabrikni bizga yo'llamoqdalar. Dilbar opa va hamda G'iyos akalar. Aynan ular sizni bugungi ayyom bilan qutlamoqda hamda ushbu tabrikka qaynog'angiz Jahongir aka hamda o'g'lingiz Amiranbeklar ham chin dildan qo'shiladilar. Rahmat. Ilohim albatta sizni nafaqat oilangiz nomidan, balki kanalimiz nomidan ham bugungi ayyom bilan muborakbod etamiz. Ilohim yurtimizga qo'shayotgan hissangiz, oilangizga hamda barcha yaqinlaringiz e'tiborida bo'lib yurishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Rahmat. Azizsiz albatta. Keling siz ham mehribon va aziz sizni qadrlaguvchi insonlaringizga biz orqali iliq niyatlaringiz bo'lsa, ikki og'iz bo'lsa-da qoldirsangiz. Ahvollarga umrlar uzoq bo'lsin. Ilohim. Aytganingiz bo'lsin. Xudo bergan umrni oxirigacha xushxushlikda qilsinlar. Amin. Xudoning boshimizga sog' bo'lsinlar, baxtimizga omon bo'lsinlar. Ilohim aytganingiz bo'lsin. Hamisha siz ham ularni baxtiga sog' omon yurib, oilaviy tinchlik, xotirjamlik, xonadoningizni hukmronlik qilib qolaversa, mehribon aziz insonlaringiz bilan birgalikda haj va umra ziyoratlarini ado etib kelishingizga tilakdoshmiz. Amin. Rahmat. Azizsiz. Demak, Dilshodbek aka siz bilan xayrlashmaymiz, aksincha yana ajoyib diydorlarni Allohimdan so'rab qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling hamisha. Ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat sizga ham. Rahmat, omon bo'lasiz. Bo'ladi, rahmat.
Yana bir bor assalomu alaykum aziz va qadrli bo'lgan mehribon yaqinimga tabrik kanalining kuzatuvchilari. Bizning ilk qahramonimiz Dilshodbek aka bo'ladilar. Ushbu insonga ajoyib tilaklarni biz orqali ravo ko'rayotgan mehribon qaynona oyijonisi hamda qaynota otajonisi ajoyib tilaklarni va mehribon yaqinlari nomidan yo'llamoqdalar. Biz ham Dilshodbek akaga uzoq umr tilaymiz. Hamisha otadagi mehr, oqibat rishtalari bardavom bo'lsin va Alloh yomon ko'zlardan asrasin. Sizlar bilan yaqinimga tabrik kanali jamoa a'zolari va ushbu kanalning boshlovchisi Kamina Niloya bo'ldi. Unutmang, biz barchangizni birdek yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz.